qilgan ishingiz klientga yoqmaydigan bo'lsa, men sizga buni to'g'rilashni quyidagi videoda o'rgatishga harakat qilaman. Ko'rib turganingizdek, tayyor ishni, ustidagi voskani va birinchi qatlamini olib tashlash uchun mana shunaqangi ko'rinishda 320 talik shkurka, ya'ni sitchniy shkurkada algarkamizni 2 yoki 3-chi skorsiga qo'yib, mana shunaqangi usulda olib chiqamiz. Hozir aytganimdek, mana 320 talik shkurkada olib chiqishni boshlaymiz. Shkurkani qoqishni esdan chiqarmang, sababi to'lib qolishi mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, ustidagi voskani olganingizda mana shunaqangi tagi ochroq rangga kelib qoladi. Videoni kuzatishda davom eting. Hali yangiliklar va siz bilishingiz kerak bo'lgan narsalar oldinda. Hamma yog'ini voskani olib bo'lganingizdan keyin, ya'ni birinchi qatlamni shilib chiqqaningizdan keyin namlatada arta olasiz va ustiga vinsanka qoplamamizni o'sha bazaviy rangi, ya'ni oqni surishni boshlaymiz. Surganda o'rta miyonadagi qatlamda surishingizni maslahat beraman. Sababi vinsankani oqligi va tagi xuddi rassomlar ishlatadigan yoki chizadigan oppoq qog'ozdek chiqishligi uchun. Ko'pchilik savol beradi, qanaqangi vinsanka ishlatasiz, qaysi firmanikini ishlatasiz deb savol berishadi. Iloji boricha qo'lingizga moslashgan yokida men maslahat beradiganim Valpaint, Nippon va ustozimiz Sherzod akani o'sha Marakana degan vinsankasini maslahat beraman. Arzon vinsanka ishlatishingizni maslahat bermayman, sababi gullari yaxshi chiqmasligi mumkin. Vinsankamizni oqini urib bo'lganimizdan keyin o'zimizga kerakli rangni sekin tayyorlab olamiz. Kerak bo'ladi qora rang va ishlaydigan joyimizda qolib ketgan qolliqlarni mana shunaqangi ko'rinishdagi qimmatroq nержавейкаdan yasalgan andavada silg'ilab chiqamiz. Boya aytib o'tganimdek, qora va mana shunaqangi ko'rinishdagi yashil rang bizga kerak bo'ladi va oq rang ham esimizdan chiqmasin. Eslatib o'taman, bu ishimiz tayyor ishni ustidan to'g'irlaydigan ishimiz. Ranglarni mana shunaqangi ko'rinishda aralashtirib olamiz. Va asta-sekinlik bilan teksturamizni chiqarish uchun qo'limizdagi shpatelimizni har xil taraflarga yoyib chiqamiz. Bu imitatsiyamiz mana shu ishimizni tagida haqiqiy tosh ko'rinishidagi stenka qo'yilgan, shunga o'xshatishga harakat qilganmiz.
ko'rib turganingizdek vensanka qoplamamizni har xil tarafga tortganimizdan so'ng ustidagi, ya'ni qalin berganlarimizni asta sekinlik bilan mana shunaqangi tarzda olib chiqamiz. Mana 50 santimetrlik joyimizni Xudo xohlasa qilib oldik va yana ranglarimizni yana qo'ya olamiz. Kiyimimizga e'tibor bermaysiz, sababi vensankani har doim surayotganingizda shpatelimizning uchi toza bo'lishligi shart. Ko'rib turganingizdek har tarafga vensanka qoplamamizni mana shunaqangi tarzda alohida e'tibor bilan surishga harakat qildik va surib bo'lganimizdan keyin boyagi aytganimdek qimmatroq andavamizda, ya'ni nержавейка andavamizda buni ham shpatel izlari yoki qolliqlari qolgan bo'lsa mana shunaqangi tarzda tekislab chiqamiz. Andavamizni iloji boricha 35-25 gradus qiyalikda ishlatishingizni so'rayman. Negaki andavani faqatgina uchi emas, andavani eniga oladigan bo'lsak 15-20% vensankamizni ustiga tegib silliqlashi shart. Va yana keyingi tarafini davom ettiramiz. Shu joyida sizlarga bir eslatma. Vensankani qilayotganingizda iloji boricha 2-3 kvadrat qilib bo'lganingizdan keyin charxlashni, ya'ni boshida qilgan joyingizni charxlashni maslahat beraman. Mana aytib o'tganimdek, shpatellarimiz har doim toza bo'lishligi shart. Negaki vensanka shunaqangi narsaki, qurib qolish ehtimoli agar xonani harorati issiqroq bo'lsa tez bo'ladi, sovuqroq bo'lsa sekinroq bo'ladi. Lekin chelagimizdagi yoki idishamizdagi vensankani harorati, ya'ni quruqligi yoki namligidan andavamiz yoki shpatelimizdagi vensankani harorati farqi juda katta bo'ladi. Ana o'shaning uchun ham shpatellarimiz har doim toza bo'lishligi shart. Video davomida kerakli ma'lumotlarni ham berib o'tayapman. Mana ko'rib turganingizdek vensankamizni quyuq tarzda ma'lum bir qalinlik ustida surib chiqqanimizdan keyin ustidagi qatlamini asta sekin qirib olganimizdan keyin mana shunaqangi ko'rinishlarda bo'ladi. Yana bitta ma'lumotni aytib o'taman. Vensankani surayotganimizda ishlatayotgan kelmamiz ham, ya'ni mana shpatelimiz ham nержавейка bo'lishligi kerak va buni ham ishlatayotganingizda 35-25 gradus qiyalikda ishlatishingizni maslahat beraman. Sababi vensankani devorga, ya'ni ishlayotgan joyingizga faqatgina surish emas, ozgina bosim ostida surishingizni tavsiya beraman. Mana oqlarni hammasini o'ziga xos miqdorda tayyorlab surib oldik. Va mana общий doskamiz, ya'ni qiladigan joyimizga surib bo'ldik ishimizni. Va mana shunaqangi tarzda ko'rib turganingizdek
Oyiga nержавейка andavamizda ustilarini tekislab, charxlab olamiz. Charxlab bo'lganimizdan keyin 2000 talik shkurkada ustini yana bir silliqlab olamiz. Skorosga e'tibor bering, ya'ni bolgarkamizni skorosiga e'tibor bering. 2, 2,5, 1,5, 3, maksimalni 3-skorosgacha olib borishingiz mumkin. Sababi katta skorosga vensankamizni tekislasangiz, ya'ni silliqlasangiz, vensankamizni aynan o'sha joyi tez qurib qolishi mumkin va siz ustidan ishlov berishingizga qiynalishingiz mumkin. Burchaklariga ham alohida e'tibor berib, shkurka qilishingizni maslahat beraman. Ikki mingtalik shkurkamizda shlipovka qilib bo'lganimizdan so'ng ustidan yana bir marta nержавейка andava bilan charxlasangiz, ishingizni qanaqangi yaltirayotganini o'zingiz ko'rib xursand bo'lasiz. Mana ko'rib turganingizdek, yana ishlov berilsa, vensanka shunchalik darajada oynadaqa yaltirashni boshlaydi va o'zingizni aksingiz mana shunaqangi ko'rinishda aks qaytaradi. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, qadrli YouTube obunachilarim, layk va podelиться, podpiska bosishni unutmang. Bu yerda voz surganim ko'rsatilmagan ekan, voz surib chiqamiz va bolgarkamizga o'sha polirovkani yunglarini qo'ygan holda yana bir polirovka qilishni boshlaymiz. Polirovkada bolgarkani skorosini iloji boricha to'rdan oshirmasligingizni maslahat beraman, ya'ni 4-skorosdan oshirmasligingizni maslahat beraman. Polirovka qilayotganingizda o'ngdan, chapdan qarashligingizni maslahat beraman. Negaki, polirovka qilayotganingizda voskni qoldig'i qolib ketsa, vensankamizni holatini, ya'ni kачествосini buzib qo'yishligi mumkin. Bir xil klientlar bor, har taraflama qaraydi, svet yoqib qaraydi. Ana o'shanda voskni qoldig'i qolib ketsa, aynan o'sha joyi xira bo'lib qolishi mumkin. Ko'rib turganingizdek,
voskdan keyin ham, ya'ni polirovkadan keyin ham ishimiz o'zgacha chiroy namoyish qiladi. Bu videomiz Vinsankani boshqatdan qanaqa qilib qilaman degan insonlar uchun edi. Ko'rib turganingizdek, oyna kabi yaltiradi va eski ishimizdan ham ancha yaxshiroq ko'rinishga keldi. Hammaga rahmat e'tiboringlar uchun. Mana shunaqangi tosh ko'rinishga taqlid qilgan holda qildik buni.